Bu Boqivoy amaki va Anzirat xolaning shinam va fayzli hovlisi. Jazirama issiqda konditsioner yoqib, xonadan chiqmay o'tirishibdi. Aksiga olib, quyosh tafti uyning tomidan ham, devorlardan ham uryapti. Boqivoy amaki har safar konditsionerga qarab, kommunal xarajatlarni o'ylab xunob bo'lib, sovigan choyni ho'plab xomushlikka beriladi. Keling, bu uyni bugungi zamon talablariga mos energiya samarador uyga aylantiramiz. İlk navbatda uyning tom qismi va devorlari issiqlik izolyatsiyasi bilan qoplanadi. Eski yog'och romlar zamonaviy plastik romga almashtiriladi. Issiqni va sovuqni o'tkazmaslik uchun oddiy lampochkalarni ham LED lampochkalarga o'zgartiramiz. LED lampochka uyni isitmaydi, yorqin nur sochadi, 10 karra ko'p ishlaydi, kam xarajat talab etadi. Tomga quyosh paneli, gelio kollektor o'rnatamiz. Quyosh paneli tabiiy quyosh nurini elektr energiyasiga aylantiradi va chiroq yetkazadi. Gelio kollektor tabiiy quyosh nuri orqali uyni yil 12 oy issiq suv bilan ta'minlab beradi. U bir marta o'rnatilsa, shu bilan issiq suv uchun xarajat qilishga hojat qolmaydi. Ana endi Boqivoy amakining uyi to'liq yashil ta'mirdan chiqib, yangi ko'rinishga ega bo'ldi. Aytgancha, Boq amakining elektr hisoblagichi endi charchamasdan reja bo'yicha ishlaydi. Energiyani tejash oson, foydasi esa katta. Energiya samaradorligi cho'ntagingizni barakasi degani. Energiya samaradorligi farzandlarimiz yashil kelajagiga yo'l.